Hammaga salom. Hammani bugun kutaman. Jonli efirda sizlar bilan bugun o'zimni energiyam bilan bo'lishmoqchiman va savollaringizga javob bermoqchiman, chunki bo'lishadigan juda ham ko'p informatsiyalarim to'planib qoldi. 2025-yilga ofitsialno biz butun Amerikani prosesslarini tugatdik. Xudoga shukr. Angliyaniki qoldi ozgina protsessi va endi уже mana Italiya boshlanyapti. Bugun sizlar bilan savollaringizga birinchi o'chirda javob bermoqchiman. Напрямую men bilan gaplashishinglar mumkin va undan tashqari men sizlar bilan Amerika возможностьlari va undan tashqari Yevropani возможностьlari bilan bo'lishmoqchiman. Ozgina sekretlar bilan bo'lishaman har doimgidek, essaylar yozishda, umuman profil qilishda, aktivnostlarning ustida ishlashda va undan tashqari спасибо, Orzugul, классно выглядишь, говорит. Так очень приятно. Вот, и mana shuncha paytdan beri endi mana o'zimga kelaman, chunki yanvar mana hozir 16-si bo'lsa, 16-yanvargacha bo'lgan muddatda biz ham juda ham katta ishlar qildik. И 16-yanvargacha bo'lgan muddatda biz bilasizlarmi, juda ham ko'p universitetlarga jo'natdik. Общий hisobda menda hozir 131 ta aktivniy studentim bor ekan. 131 ta studentdan 65tasi biz bilan bu yil fall 2025, ya'ni осень 25-yilga zaявkalar topshirishdi Amerika universitetlariga. Qolgan studentlar bilan biz 8-sinfdan 9-sinfdan boshlab Amerika top universitetlariga hozirdan tayyorgarlik ko'ramiz, hozirdan topshiramiz va o'shaning uchun ham necha safardan beri oxirgi paytda konsultatsiyalarda yosh studentlarni qabul qilaman, 7-sinf, 8-sinf, 9-sinf studentlarni qabul qilaman. Men juda ham xursand bo'laman ota-onalarni qanchalik осознанно kelib konsultatsiyaga yozilib o'tganlaridan, konsultatsiyalarda informatsiyalarni mendan olib ketayotganidan men juda ham xursand bo'laman. Так, savollaringlarni уже ko'raman. Keling, savollarga уже o'tamiz, chunki mana moda va fashion bo'yicha qanaqa universitetlar bor? New York. Так, Safiya, yaxshi savol berdingiz. Moda va fashion bo'yicha New Yorkda juda ham zo'r universitetlar bor. Topovoy universitetlar bor, faqat New Yorkda emas, umuman Amerikada topovoy universitetlari bor. Ular faqat New Yorkda emas, Miami'da bor, New Yorkda ham bor, boshqa shtatlarda bor. Men eng yaxshi ko'radigan universitetim o'zi art направлениялari bo'yicha bu Pratt University, Princeton Institute of Arts, adashmasam названиеsi Pratt называется. И bu universitet именно art направлениялari bo'yicha, fashion направлениялari bo'yicha номер 1 hisoblanadi, number 1 university, I would say. И bu universitetlarda juda ham ko'p art направлениялari bo'yicha направлениялар bor, ya'ni yo'nalishlar bor. Faqat fashion emas, undan tashqari biz bilan bu yil birinchi marta bizning o'qitimizda songwritingga topshirdik bu yil. Juda ham zo'r universitetlarga, Berkeleyga topshirdik. Undan tashqari biz studentlar bilan bu yil bilasizlarmi, zo'r yo'nalish animationga topshirdik, cinematographyga topshirdik, pilotingga topshirdik. Bu направлениялар men uchun необычный направлениялар. И men juda ham har doim xursand bo'laman, g'ururlanib aytaman. Bizda hamma yo'nalishlar bor, hamma направлениялар bor. Men hech kimni bitta blokka tiqib qo'yib, mana faqat shu направлениyaga topshiramiz degan narsalar bilan to'xtatmayman. Songwriting направленияsi bo'yicha kelgan studentimiz uchun, Berkeley College uchun spetsial men mentor topdim va mentor bilan tayyorlandik. И o'sha universitetlarga 2-3 ta mentor bilan ishladi bitta studentimizning o'zi. Ishonasizlarmi, o'sha Berkeley College'ga va Pratt Institute of Arts'ga ham xuddi shunaqa o'zlarining portfoliolarini ustida ishladilar, arts направлениялari bo'yicha va bakalavriatga va magistraturaga har xil yo'nalishlar bilan topshirdik. Biz o'shaning uchun ham studentlarni juda ham katta spiskda olmaymizda, kichkina spiskda ishlaymiz studentlar bilan va o'sha studentlar bilan individualno o'tirib ishlaymiz. Nima deydi, pachkalab studentlarning ustida ishlagandan ko'ra men uchun udobniyroq shu studentlar bilan har bittasini keysini yaxshi bilib, o'sha studentlarning ustida qattiq ishlash. Men uchun shunaqa studentlar bilan ishlash ancha osonroq ham. И men juda ham g'ururlanib aytaman, menda juda ham qiziquvchi направленияларli studentlar bor. Har xil направленияларdan juda ham talantli studentlar bor.
prям menga kelib mana shunaqa ishlarni qilganman, mana bunaqa выставкаларда qatnashganman, выставкаларда o'zimni yo'nalishlarim, o'zimni rasmlarimni qo'ygan deb kelsa, 16 yoshli qiz, men juda ham xursand bo'lib ketaman. Настолько это классно. Shu yoshda shunchalik zo'r rezultatlarga erishish. Tak, yana keyingi savollaringlarni ko'rib chiqaman. Tepadan tushyapman hozir. Tak. Men 10-sinfman, 5 yillik Yoshlar ittifoqida sardorman. EYFga topshira olamanmi? Go'zaloy, el-yurt umidiga topshirish uchun birinchi siz universitetga kirgan bo'lishingiz kerak. Top 300 taga kirgan universitetga kirib bo'lgan bo'lishingiz kerak va o'shandagina birinchi etapidagi ularni atboriga topshira olasiz. Ularni atborini har doim ular e'lon qilishadi o'zlarining saytida. Обычно may-iyun oylarida bo'ladi. O'tgan yili juda ham kech boshlandi. Afsuski, ko'pgina Amerika universitetlariga kirgan studentlar vaqtida keta olishmadi. Vaqtida javoblar chiqmagani uchun, vaqtida atbor bo'lmagani uchun. Menga orqa-varotdan yetib keldi informatsiya, что ularning byudjeti kamayyapti, har yilidan kamayib boryapti. O'zini pik darajasiga chiqdi, el-yurtimizda keyin sekin kamayyapti o'zini byudjeti. Bu degani har yili kamroq student olish mumkin yoki studentlarning soni bir xil bo'lsa ham ularni atborini объявить qilgan sanasi har xil bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun el-yurtimizga ishonib qolish to'g'ri hisoblamayman. O'shaning uchun o'zingizning kuchingizga birinchi o'rinda tayaning. Universitetlardan qabul qiladigan grantlarga birinchi o'rinda tayaning. Oxirgi podushka безопасности men aytolmayman, el-yurtimizda qoldirishingiz mumkin, lekin ungacha el-yurtimizdan faqat el-yurtimizda grant bersa o'shandagina ketaman deb qarash bu noto'g'ri qarash deb o'ylayman. Yana ham sizni vaziyatingizni ko'rib chiqish uchun meni konsultatsiyamga yozing. Konsultatsiyada men sizga ko'proq ma'lumot bera olaman, chunki el-yurtimizda kamida 3 ta etapi bor. 3 ta etapi, har xil variantlari bor. U haqida bizning alohida kursimiz bor. U kursni faqat to'liq mentorlikdagi studentlarimiz bilan bo'lishamiz. Bu bizning to'liq mentorlik xizmatimizning 2 yillik to'liq mentorlik xizmatimizning oxirgi etapi hisoblanadi. Va o'shaning uchun ham e'tibor beringlar shu narsaga. Okay, Germaniyaga studentlarga kirishga konsultatsiya bera olasizmi? Am I happy? Da, конечно. Bemalol konsultatsiyaga kelishingiz mumkin. Konsultatsiyaga yozilib kelsangiz, biz sizga studentlar bo'yicha variantlar beramiz. Qaysi joyga topshirishingiz mumkin, qaysi biriga безотказно kirasiz, shularning haqida ko'proq informatsiya berishimiz mumkin. Faqat konsultatsiyaga zaranее записаться qilishingiz kerak обязательно, chunki bizda ofisimda menda har bitta soat запланированный, soat 2da mana studentim kelish kerak, soat 3da konsultatsiya bor va menda hamma narsa запланированный. Просто tak telefon qilib kela oladigan konsultatsiya emas menda platniy konsultatsiya. Вот. MIT universiteti hamma fakultetlari yo'nalishi bo'yicha ma'lumot bera olasizmi? Nodir, MIT universitetining fakultetlari bo'yicha veb-saytdan juda ham ko'p informatsiya topsangiz bo'ladi. Ingliz tilini bilsangiz, shundoq ham o'zingiz ham qira olasiz. Men bu narsani yodlashim shart emas, hamma narsani men sizga yoddan aytib bera olmayman, afsuski, lekin MITning talablarini men YouTube kanalimda juda ham ko'pini bo'lishganman. YouTube kanalimdagi ko'p katta videolarni ko'rib chiqing. 1,5 soatlab aytgan videolarim bor. Studentlarim bilan ularning rezultatlari bilan, natijalari bilan bo'lishgan podkastlarim bor. Ularda men juda ham ko'p sekretlarim bilan bo'lishganman, sirlarim bilan bo'lishganman. Именно MITni nima deydi? Talablari bo'yicha bo'lishganman. O'sha yerda ko'proq savollarga javob olishingiz mumkin. Tak, Safiya, universitetga qanday tayyorlanishni bilmayapman. Qanday tavsiya berasiz? Siz bilan ishlamoqchiman. Konsultatsiyaga yoziling. Men sizni qanaqa hozir urovingdaligingizni bilmayman. Qaysi etapdan boshlab sizga tushuntirishni ham bilmayman. Buni 5 minutda tushuntirish noto'g'ri deb hisoblayman. 5 minutlik emas. Meni konsultatsiyalarim o'shaning uchun ham kamida 1 soat, kerak bo'lsa 1,5 soat o'tirib разбираться qilib, har bitta etapini sizga vizualni etapma-etap men sizga tushuntirib beraman. O'shanda tushunib olasiz. Okay. Tak, paramedik. So'rabdilar, siz Garvardda o'qiganmisiz deb. Yo'q, men Garvardda o'qimaganman, lekin mening studentlarim Garvardda o'qishadi. Bu yil mana Harvard Law Schoolga, ya'ni yurisprudensiya направленияsiga magistraturaga to'liq grant bilan kirdik.
man studentimni уже 1 yildan beri to'g'risini aytsam uговорить qilyapman podkast olishga, lekin hali ko'nmayapti. Martda olamiz, martda cho'tki javoblari chiqadi, o'shandagina faqat olamiz, o'shanda o'zim bilan bo'lisha olaman deb turibdilar menga hozircha. Chunki ular mana mentorim o'zlari kirganlar, o'shaning uchun ham xudo xolasa точно podkast bo'ladi, qanaqa qilib kirganimizni, protsess, qanaqa tayyorgarlik ko'rganlar, nimasi bilan qabul qildilar, полностью shular haqida bo'lishamiz ular bilan. Va bu yil yana bitta studentim bilan topshirdik. Garvard Law Schoolga, faqat Garvardga emas, UPenn juda ham topoviy universitetlarga topshirdik. Xudo xohlasa juda ham zo'r rezultatlar bo'ladi. Tak. MBA USAga qaysi universitetlarni taklif qila olasiz? Sardor qiling. Опять-таки, menga bunaqa savollar berishganda menga yoqmaydi. Qaysi universitetlarni taklif qila olasiz? Har bitta studentni o'zini yo'nalishi bo'yicha, o'zini talablari bo'yicha, o'zini bilimlari bo'yicha universitetlarni o'zini spiskini men lichni qilib beraman, individualni qilib beraman. Butun kompaniyamda har bitta studentga university listni men individualni tuzib beraman. Men bu narsani mentorlarga ham даже ishonmayman kerak bo'lsa, chunki Sardor, men sizni уровеньingizni bilmayman, afsuski, к сожалению. Поэтому давайте будем konsultatsiyaga ketsangiz, men sizga boshida tushuntirib berish mumkin, nimalarga qarab universitetlarni tanlaymiz. Hozircha shu turishingizda men sizga просто universitetlarning spiskini men hech qachon qilmaganman, jonli efirda qilmayman ham. Bu narsaga men juda ham ответственно qarayman, ya'ni responsibility bilan qarayman, chunki universitetlarni просто ko'zni yumib слепую qilish mumkin emas. Bu noto'g'ri narsa. Men bironta universitet bilan сотрудничать qilmayman-da, чтобы сказать, mana shu universitetga topshirsangiz точно kirib ketasiz degan narsalarni men qilmayman. Afsuski, men siz yo'nalishingiz, bilim darajangizga qarab, umuman hamma tarafingizga qarab bir meni savollarim bor. 20 ta savollarimga javob bera olganingizdagina men sizga konkretni ayta olaman. Shu universitetlarga topshirsak, sizni shanslaringiz bor yoki shu universitetlarga topshirsangiz shanslaringiz yo'q degan darajada. Okay? Sardorda general gapiraman, chunki afsuski general hozir savollar beryapsizlar. Давайте spesifik savollar bering, konkretni savol bering, konkretni savolga konkretni javob bering. Konsultatsiya onlayn ham bo'ladimi? Albatta Go'zaloy, konsultatsiya onlayn ham bo'ladi. Biz studentlar bilan o'zi butun xizmatimiz onlayn bajariladi, chunki mana studentlarim butun O'zbekistondan qamrab olingan. Xorazmlik studentlarim bor, Qoraqalpog'istonlik studentlarim bor, Andijonlik, Farg'onalik, Samarqand, Jizzax, Guliston, Buxoro, juda ham ko'p studentlarim bor, har xil viloyatlardan. Men ularning keyslarini juda ham yaxshi ko'raman. Mana bu yil har bitta studentimiz bilan alohida ishlaganimizda men har bitta studentimni shunchalik qattiq yaxshi taniymanki, men uni aytib turaman, san bilasanmi, san men bitta o'sgansan, mana shu joyni, bunaqa istoriyasi bunaqa bo'ladi, давайте o'shani ustida fokus qilib mana shunaqa essay yozamiz deb ularga yordam beraman. Mana studentlarimiz bo'ldi, даже Rossiyadan qaytib kelgan studentlar bo'ldi. Farg'ona, Ukrainadan qaytib kelgan, prям vayna paytidan qaytib kelgan studentlarimiz bo'ldi. O'sha urush paytidan qaytib kelgan studentlarimiz bo'ldi. Tasavvur qilasizlarmi, ularning esseylari qanaqa bo'ladi? Ularning motivatsion xatlari qanaqa jumbushga keltiradigan, qo'rqinchli, kerak bo'lsa yig'latadigan, qaysidir paytda kuldiradigan, qaysidir paytda juda ham sho'ng'ittirib tushiradigan esseylar bizda o'xshadi. O'shandan men juda ham xursand bo'lib ketdim, to'g'risini aytsam. O'shaning uchun ham bizda individualniy работа bo'ladi. Men hisoblab chiqdim, har bitta studentim bilan 2 yil davomida 300 soat individual ishlar ekanmiz. Ishonasizlarmi? O'shaning uchun ham bizning to'liq mentorlik xizmatimiz 10-sinfdan boshlanadi. Qanaqadir 11-sinfdan emas, topshirishga 2 hafta qolganida emas, 1 hafta qolganida emas, aynan 10-sinfdan to'liq mentorlik xizmatimiz boshlanadi. Bizda 8 va 9-sinflar uchun high school tarifimiz bor. Shu high school tarifimizda undan ham oldinroq kelishganda, chunki topoviy universitetlar, Liga Plyusha universitetlari, именно Ivy League, Harvard, Princeton, UPenn degan universitetlar, bu universitetlarda qabul komissiyasi 8-sinfdan boshlab qilgan vazifalaringizni tekshirishadi. 8-sinfdan qilgan sizni aktivnostlaringizni, baholaringizni,
sizni shaxsiy brendingizni полностью tekshirishadi va o'shaning uchun ham biz studentlarni 8-sinfdan qabul qilamiz to'liq mentorlik xizmatimizga. Va storieslarimni ko'rib chiqqan bo'lsangiz, storieslarimda yaqinda bo'lishdim. 10-sinfni boshidan boshlagan studentlarimiz bilan qanaqa rezultat bo'ldi, 8-sinfdan boshlagan studentlarimiz bilan qanaqa rezultat bo'ldi va men bu bilan har doim mag'rurlanaman. Bilgan student o'zi bilib ishlayapti, Xudoga shukr. Вот. Konsultatsiya necha pul deb yozibdilar. Menga direktdan yozib borsangiz, men administratorimni Telegram kanali bilan bo'lishaman. O'sha administrator men sizga hamma narx-navolar bilan tanishtiradilar. Besplatniy konsultatsiya ham bor. Men administratorim bilan besplatniy konsultatsiya ular bilan o'tishingiz mumkin yoki men bilan platniy konsultatsiyaga o'tishingiz mumkin. Deleted staffing, opa рассрочкаga ham konsultatsiya qilasizmi debdilar. Afsuski, konsultatsiya рассрочкаga yo'q. Chunki konsultatsiya itak menda minimalniy narxda. Agar qozog'istonlik ekspertlar bilan tanishgan bo'lsangiz, ularning konsultatsiyalari mendan kamida 2-3 barobar qimmatroq, vaqti kamroq ham bo'lishi mumkin. No, men именно O'zbekistonning situatsiyasini yaxshi bilganim uchun va menda 10 yillik staj va rezultatlarimizda bor bo'lganim uchun men konsultatsiya platniy qilishga majburman, hammani qabul qila olmayman. Menda fizический kuchim va здоровьем yetmay qolyapti oxirgi paytda. O'shaning uchun men afsuski рассрочкаga ilojim yo'q. Lekin besplatniy konsultatsiyani bemalol men administratorim bilan gaplashishingiz mumkin. Nechinchi sinf baholari GPA ga hisoblanadi. Keyin to'rt baholar bo'lsa top universitetga kirish mumkinmi? Doston, 8-sinfdan boshlab hamma sizning baholaringiz hisobga olinadi. To'rt baholaringiz ko'p bo'lsa, afsuski bu negativ ta'sir qiladi. O'shaning uchun harakat qiling to'rt baholaringizni kamaytirishga. Tak, Mumin Mirzo, Duolingo bilan 100% grant yutsa bo'ladimi USA universitetlaridan biriga? Afsuski, biz Duolingoni qabul qilmaymiz, chunki Covid paytlarida Duolingo qabul qilishardi, chunki onlayn IELTS topshirish mumkin emasdi o'sha paytda, lekin Covid paytlari o'tib ketdi. Ko'pgina topoviy universitetlar Duolingo qabul qilishni to'xtatishdi. Duolingoni men eshitdim, O'zbekistonda подпольно fake versiyalari chiqibdi. Ba'zi bir agentstvalar даже o'zini yo'llarini qilib berishibdi. Duolingoni yo'llari pulga oladigan yo'llarini olishibdi. Afsuski, biz unaqa o'zbekcha yo'llari bilan ishlamaymiz. Biz faqat chestniy ishlaymiz. Studentni asl bilimi bilan ishlaymiz. Agar Duolingoni 115 ga topshira olgan bo'lsangiz, men ishonchim komil, IELTSni ham xuddi shunaqa darajaga ola olasiz. O'shaning uchun ham kamida IELTSni 7.5 ga ko'paytirib oling, bo'lmasa afsuski ko'p universitetlar sizga отказ qilishi mumkin Duolingoni qabul qilmasligi hisobiga. Okay, next questions. IELTS va bakalavriatdagi GPA grantga qanchalik ta'sir qiladi? Aytib o'tdim bu savolni, Shohjahon. Juda ham даже ta'sir qiladi. Bu birinchi etaplardagi birinchi eng важный narsasi, lekin tasavvur qiling, mana Garvard universitetiga topshirayotganingizda atigi 2% studentlarni qabul qilishadi. Butun dunyodan topoviy universitetlar sizni qabul qilishadi. Topoviy universitetlarga topoviy studentlar topshiradi. Endi tasavvur qiling, siz faqat IELTS zo'r bo'lsa va faqat GPA zo'r bo'lsa, ular aytadi, bizda shundoq ham unaqa kandidatlar juda ham ko'p. Yana nimadir bilan bizani udivit qilgin, bizani hayratlantirgin deyishadi. Agar siz hayratlantira olmasangiz, IELTS bilan GPA dan boshqa narsa bilan, afsuski ular aytadi, yo'q, bizga bu narsa yetarli emas deyishi mumkin. O'shaning uchun Shohjahon shaxsiy brend ustida ishlashni ko'proq boshlang. Chunki IELTS va GPA yetarli emas. Bu faqat birinchi etapi. Va har doim aytaman, IELTS bu sizni xuddi pasportingizga o'xshaydi. Pasportingizni qanaqa ko'rsatsangiz, xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni pasportingiz bor bo'lsa, sizni chegaradan o'tkazishadi, to'g'rimi? Samolyotga uchib ketayotganingizda. Agar pasportingiz yo'q bo'lsa, sizni chegaradan o'tkazishmaydi. IELTS ham xuddi shunaqa pasportga o'xshagan narsa. Sizni chegaradan o'tkazadi yoki o'tkazmaydi. Tushuntira oldimmi? Lekin chegaradan o'tdim deganingiz bu o'sha davlatga yetib bordim degani emas. Samolyotga o'tirishingiz kerak. O'sha samolyotingiz bu shaxsiy brendingiz. Tushuntirib bera oldimmi? Bu shunaqa qiyofalar bilan harakat qildim sizlarga to'g'ri tushuntirishga. Universitet javoblari necha oyda chiqadi? Safiya, universitet javoblari 2 oyda chiqadi. Agar siz deadline'da vaqtida topshirgan bo'lsangiz, ya'ni 15 yanvar deadline'lari bo'lsa, siz 15 yanvargacha topshirgan bo'lsangiz,
o'shanda javoblar 2 oyda chiqadi. Agar hamma dokumentlaringizni vaqtida jo'natgan bo'lsangiz, hamma ular so'ragan, talab qilgan dokumentlarni jo'natgan bo'lsangiz, lekin dokumentlaringizni jo'natmagan bo'lsa, ular javob ham bermay qo'yishi mumkin. Shunaqa joylari bor. O'shaning uchun biz studentlar bilan individual ishlaymiz shu narsa bo'yicha. Konsultatsiya necha pul? Mana direktimga yozsangiz, HubM. Agar menga direktga yozsangiz, men sizga administratorim bilan bog'lab qo'yaman. Ular konsultatsiya necha pulligini, qaysi vaqtga siz yozib qo'yishni aytadilar. Turizm yo'nalishida magistraturaga topishga qiynalyapman o'qishni tamomlagandan so'ng. Topishga yordam beramiz. Sardor. Okey, planka baland qo'yish qanchalik yaxshi? Sardor, juda ham yaxshi savol. Planka baland qo'ysangiz, o'zingiz ham shu plankaga loyiq bo'ling, iltimos. Ko'pchilik mana oddiy misol bilan aytaman-da. Maqsad kimnidir plankasini tushirish emas, lekin hamma narsaga rozовый ochkini yechib tashlab, boricha qabul qilish, realistik qarash. Ya'ni ota-onalar kelishdi, mana konsultatsiyamga dekabrda kelishyapti, aytishyapti, mana o'g'illarim deylik SATdan 1380 olishdi. Baholarim ham bunaqa. Garvardga topshirishga yordam berasizmi deyishyapti. Bizda tushunishlik uchun Liga Plushaga topshirish uchun bizda 5 ta kamida talab bor. SAT atiga bittagina talabi, undan keyin yana 5 ta talabi bor. SAT уже yiqitadi. 1380 SAT уже yiqitadi. Boshqa joylarni men aytganim yo'q, hali sanaganim yo'q. Tushuntira oldimmi? Garvardga точно 1380 yetarli emas. Даже sizda 1550 SAT bo'lganda ham o'lab ko'rishadi, bu yoqlariga qarashadi, keyingi yana 4 ta talabga qarashadi. Agar bu talablar yaxshi bo'lmasa, SAT 1580 ligi ham, даже 1600 ligi ham hech qanaqa yordam bermasligi mumkin. O'shaning uchun ko'pchilikning xatosi faqat IELTS ga boradi, SAT ga boradi, men shu narsa bilan yutib ketaman, o'tib ketaman deb o'ylashadi. Vaholanki qiladigan ishlar bor. Mana bitta 3 ta yana требования bor. O'sha 3 ta требования bir kunlik ish emas, 2 kunlik ish emas, bu kamida 1 yillik ish. Mana men shuni shaxsiy brend deb nomlayman. O'sha shaxsiy brend ustida ishlamagan bo'lsangiz, afsuski bu noto'g'ri bo'ladi. Iltimos, YouTube informatsiyaga to'la, meni kanalimda ham to'la informatsiya bilan bo'lishganman. Bor informatsiyadan foydalaning, bor kurslardan foydalaning. Tekin kurslar ham bor. O'sha tekin kurslardan ham foydalaning. Agar shunda ham qiynalayotgan bo'lsangiz, agar shunda ham informatsiya topolmayotgan bo'lsangiz, o'shanda konsultatsiyaga kelib, уже bizning xizmatlarimizdan foydalansangiz bo'ladi. O'shanda menga real yo'nalish kerak bo'lyapti, men qayerda xatolik qilyapman deb kelsangiz, mana o'shanda biz sizga maksimal yordam bera olamiz. Tushuntira oldimmi? Общий savollarga общий javob bera olmayman, afsuski. Menga konkretniy, spesifik savollar bering, iltimos. Tak, siz Amerikadamisiz deb Nuriddin yozibdilar. Yo'q, men Toshkentdaman. Amerikada meni ukam yashaydi. Amerikani top 300 ga kirgan universitetda o'qiydi, yaxshi grant bilan. Meni singlim magistraturada polniy grant bilan Angliyada o'qib kelganlar. Men o'zim Amerikada polniy grant bilan o'qib kelganman. Lekin hozir Toshkentdaman. Mana shu studentlar bilan ishlayapman va studentlarga yordam berish meni eng katta vazifam hozir. Men green card yutib viza oldim. Nuriddin yozyapti. Manzil yo'q, borishga ish yo'q, topib bering, razı qilaman. Juda ham kulgim keladi shunaqa savollarga. Afsuski Nuriddin, unaqa savollarga biz yordam bera olmaymiz. Ish bilan yordam bera olmaymiz. Biz universitet bilan yordam berishimiz mumkin. Magistraturani Londonda o'qimoqchiman. Nima qilishim kerak? Men yo'nalishda Moxigul konsultatsiyaga yozing, imенно siz yo'nalishingiz bo'yicha yordam beramiz Londonga o'qishga kirishingizga. Magistraturaga viza olish foizi qancha ekanligi ma'qul yo juda ham yaxshi foizi. Ko'p narsa sizni finansiy показательlaringizga bog'liq va dokumentlaringiz qanchalik to'g'riligiga bog'liq. Chunki Italiya juda ham byurokratik davlat.
Biza bu yil juda ham ko'p studentlarimizni именно Italiyaga, ayniqsa qizlarni magistraturaga jo'natdik, polni grantlar yutib ketishdi. Men har doim g'urur bilan aytaman, ular hech qanaqa qiyinchiliksiz olishdi. Даже Italiyaga отказ bo'lgan keysda ham yana bir marta topshirtirishga yordam beramiz, чтобы oxirigacha bo'lishi uchun. Lekin отказ bekordan bekorga berishmaydi, отказ berishda ham. Chunki ularni qanaqadir rezoni bo'ladi, qanaqadir sababi bo'ladi. Qayerdadir nimadadir xatolik topishdagina отказ berish mumkin. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'ling shu narsa bo'yicha. Okey. Qanaqa yana savollar bor? Shu Instagramga yozsangiz bo'ladimi konsultatsiyaga sizni o'zingizda? Ha, bo'ladi albatta. Bahor yozsangiz bo'ladi konsultatsiyaga. Direktga yozsangiz men sizga Telegram kanalimizdan dostupini beraman. Mana administratorim siz bilan gaplashadilar. Tak. Lady Sara yozibdilar. Konsultatsiya qancha ukami borishimiz kerak? Bemalol olib keling. Konsultatsiya $100 turadi, 1 soat davom etadi. Biz sizga boshdan oxirigacha hamma qiladigan ishlaringizni 2 yillik etaplaringiz bilan tushuntirib beramiz даже. Sardor aytibdilar, 220 ta savolingizni menga tashlab bera olasizmi? O'shalarni maksimal ko'tarib kelgan universitet tanlamoqchiman. Konsultatsiyaga keling. Savollar afsuski просто tashlab berilmaydi. Bu meni личный данныйlarim, o'zimni keyslar bo'yicha o'zgaradigan даже savollarim bor. Afsuski buni bilan bo'lisha olmayman. Amerikada propiska kerakmi? Studentlarga yo'q, kerak emas. Shaxsiy rivojlanishga nimalar kiradi? Shaxsiy rivojlanishga bu sizni shaxsiy brendingiz kiradi. Shaxsiy brendni ichiga bizda studentlarimiz kitob o'qishadi, haftada bitta kitob tugatishadi. Volontyorstvolarga borishadi, konferensiyalarga borishadi, ilmiy maqola yozishadi. Undan tashqari maktabda o'zlarini klublarini ochishadi. Undan tashqari o'zlarining proyektlarini qilishadi. Mana shu hamma narsa shaxsiy brend hisoblanadi. 11-sinf o'quvchilariga nega qabul qilmaysiz? Doston 11-sinf o'quvchilari, agar siz 11-sinf o'quvchi bo'lsangiz, konsultatsiyamga keling, men sizga yo'nalish bera olishim mumkin. Qaysi davlatga topshirayotganingizga qarab men sizga yordam bera olaman. Chunki Amerikaga ko'pgina to'liq grant beradigan topoviy universitetlar уже priyomini yopishdi. Tushunasizmi? Yopishdi уже, afsuski. O'shaning uchun 11-sinflar ozgina kech qolishdi. Lekin Yevropaga hali ham ochiq. Agar siz Italiyaga, Germaniyaga, Angliyaga ketmoqchi bo'lsangiz, biz sizga bemalol yordam berishimiz mumkin. Shohmardon aka yozyaptilar. Birinchi o'g'lim sizning yordamingizda Brandeis universitetiga $350,000 grant yutdi. Hozir o'g'lim TISda 8-sinfda o'qiyapti. Sizning xizmatingizdan qachon foydalansak bo'ladi? Shohmardon aka, biz 8-sinfdan studentlarni как раз taки qabul qilamiz. Bemalol kelsangiz, men sizga дальше yana ikkinchi o'g'lingiz bilan ham yordam beraman. Shohmardon aka, конечно, без вопросов. Мы будем только рады вам помогать. Mana studentimni ota-onasi yozyaptilar. При всех mana jonli efirda o'zlari yozyaptilar. Mana даже o'zifni ko'rsanglar bo'ladi. $350,000 grant bilan Brandeis universitetiga kirdilar. O'g'illari o'tgan yili men лично o'zim o'tirdim har bitta essaylarini ustida, har bitta essaylarini, har bitta spisk universitetlarini ustida o'tirdim. Men juda ham g'ururlanib aytishim mumkin. Mana shu studentim juda ham aqlli student. Olimpiadalarda qatnashgan, birinchi o'rinlarni olgan, ilmiy maqolalarni yozgan, juda ham kuchli student. SATdan 1540 ballni olib berdilar menga, IELTSdan ham 8 ball oldilar. Hamma vazifalarimni vaqtida bajarib, aytgan vazifalarimni полностью qildilar va mana natija ko'ryapsiz, qars ikki qo'ldan chiqadi. Har doim qars ikki qo'ldan chiqadi. Agar siz maksimal o'zingizni ko'rsatib bersangiz, meni so'ragan vazifalarimni qilib bera olsangiz, men sizga maksimal yordam bera olaman va mana shunaqa zo'r rezultatlar ham, natijalar ham bo'ladi. Chunki hamma studentlar ham grant olishmaydi. Hamma zo'r SAT'si, zo'r IELTS'i bor studentlar ham unaqa zo'r natija olishmaydi, afsuski. Ko'pchilik men studentlarni eshitganman, SAT'si eng baland bo'lganda ham unaqa topoviy universitetlarga kira olmagan studentlarni ko'rganman. O'shaning uchun ham vaqtida harakatni boshlash kerak.
Shuning uchun rahmat kattakon Shohmardon aka, xursand bo'ldim. Rahimov yozibdilar, xizmat narxi necha pul? Xizmat narxi bo'yicha va sizni nima deydi, imенно yo'nalishingiz bo'yicha imенно sizni кейsiz bo'yicha narxlar o'zgarishi mumkin, davlatlarga qarab narxlar o'zgarishi mumkin, yoshingizga qarab narxlar o'zgarishi mumkin. O'shaning uchun hozir men sizga konkretni narxni ayta olmayman. Bizning to'liq mentorlik xizmatlarimizni $3000 boshlab hozir $6000 bor. Konsultatsiyaga yoziling yoki meni administratorimga yozing, administrator telefon orqali sizga tushuntirib beradilar narx-navoni. Top universitetga MBA topshirmoqchi edim, lekin computer engineeringda bakalavriat o'qiganman. GPA baland emas unchalik, lekin international business va business administration fanlaridan full score olganman. Yaxshi. Bu lekin yetarli emas, Sardor. К сожалению, эта информация недостаточно. Опять-таки, мне еще данные нужны. 22 yoshda ma'lo yo'nalishi bo'yicha topshirsam bo'ladimi? Yosh ahamiyati bormi yoki yo'qmi? Albatta, bemalol lo yo'nalishi bo'yicha topshirishingiz mumkin. Bahor, agar siz 22 yosh bo'lsangiz, sizni yo'nalish bundan oldin ham yurisprudensiya yo'nalishida o'qigan bo'lsangiz, bemalol o'sha magistraturaga ham topshirsangiz bo'ladi. Biz nechta studentlarimizdan har yili вообще yurisprudensiya yo'nalishi bo'yicha topshiramiz. Har yili mendan kamida 2 student bo'ladi Westminsterdan, который именно yurisprudensiya yo'nalishi bo'yicha topshirishadi Amerika universitetlariga. Penn State'ga topshiramiz har yili. Kirganmiz University of Oregon, tam topoviy universitetlarga, bu yil mana Harvard Law Schoolga kirdik. Конечно, har bitta studentning o'zining yo'nalishi bo'yicha spisak universitet rankinglari ham o'zgarib ketadi, но sizni bemalol shansiz bor yurisprudensiya yo'nalishiga topshirishga. To'liqroq informatsiyani konsultatsiyada bera olaman. Lady Sara yozyaptilar, Tursunoy opa, ukam 10-sinf bitiryapti, kech qolmadimmi, IELTS o'qiyapti. Kech qolmadingiz? Mana shu haftada yoki keyingi haftaning boshiga konsultatsiyaga yozilishga ulgursangiz, bemalol ulgurasiz. Bizda keyslar bo'ldi, yozda yozilgan studentlar, 11-sinfga уже o'tgan studentlar 3 oyning ichida даже o'zlarining shaxsiy brendlarini ustida ishlashga ulgurdilar. Главное, vaqtida boshlash emas, balki vaqtdan produktivni foydalana olish. Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun motivatsiya at studentda juda ham katta narsa bog'liq. 11-sinf o'quvchilarni nega qabul qilmaysiz? Men 11-sinfda IELTS SAT bor, lekin kech qoldim, maktabdan keyin sразу topshirish kerakmi? Doston, 11-sinfda nimaga qabul qilmayman demadim, qabul qilaman. 11-sinflarni ham qabul qilaman, faqat bu yil topshirsangiz, уже kech qoldingiz, agar полный grant yutmoqchi bo'lsangiz, tushuntira oldimmi? Bemalol kelishingiz mumkin, konsultatsiyada biz sizga yo'nalish beramiz. Qaysi davlatga hozir topshirsangiz, hozir полный grant yutasiz yoki qaysi davlatga keyinroq topshirsangiz, полный grant yutasiz. Nimalar qilishingiz kerak? Chunki IELTS SAT asosga yetarli emas. Okay? Do'stlar, o'shaning uchun konsultatsiyaga yoziling. Konsultatsiyada men sizga sizni keysingizni ko'rib chiqib, hamma taraflama oilaviy vaziyatlaringizdan kelib chiqqan holda men sizga четкий informatsiya bera olaman. Хорошо? Все, Lady Sara, все, bemalol Kanadaga даже o'qimoqchi bo'lsalar ham, biz Kanadaning номер 1 universitetlariga kirganmiz. University of Toronto, tam McGill University, shu universitetlarga bakalavriatga o'qishga kirganmiz. O'tgan yili bizga 50% dan ko'proq grantlar даже berishdi. O'shaning uchun sizda yaxshi shanslar bor, bizning opitimiz ham bor, так что без проблем. Okay. Amerikaga propiska kerakmi studentlarga? Yo'q, propiska kerak emas, viza kerak. Ajoyib savollar berishadi. Vengriya bilan ishlamaymiz, afsuski, Vengriya haqida savol beribdilar. Konsultatsiya narxi qimmat, arzon bo'lmaydimi? Konsultatsiya narxi meni bilimimga yarasha va meni opitimga yarasha, bizning rezultatlarimizga yarasha bundan narxi arzon bo'lmaydi. Afsuski, chunki meni soatim o'zi ancha qimmatroq, undan ham qimmatroq. Lekin olgan informatsiya sizni kamida 3 yil vaqtingizni ayiydi. Sterling liba $100 bir soatlik konsultatsiya yoki 3 yil qiynalib yurishingiz, o'sha informatsiyani qidirib yurishingiz, qayerdan nima qilishingizni
vaqtingizni tejaysiz yoki $100 bilan yoki shu bilan vaqtingizni yo'qotasiz yoki hammani aytganlarini eshitib bizga mana bunaqa deyishgan edi, bizga mana bunaqa deyishgan edi deb noto'g'ri informatsiyalarni eshitib, noto'g'ri informatsiyalarni quloqga quloq solib, boshqalar mana bunaqa qilgan edi, boshqalar bunaqa qilgan edi deb yurmasdan vaqtingizni o'zingiz tejaysiz. Konsultatsiya hech qanaqasiga qimmat emas. Men eshitganman, bizning направление bo'yicha imенно konsultatsiyalarni даже $300, $500 qilgan konsultatsiyalarni eshitganman. Menda hech qanaqasiga qimmat emas. Aman happy yozibdilar. Bilimlaringizga havas qildim, baraka toping debdilar. Rahmat kattakon, juda ham xursand bo'ldim. Boks bo'yicha o'zbek chempioni bo'lsa, extracurricular activity qo'shsa bo'ladimi? Ha, albatta O'zbekiston chempioni bo'lsangiz, Doston, это juda ham katta rezultat. Sizni даже как atlet chempioni, atlet scholarshiplarni o'zlari отдельно scholarshiplari bor. Даже o'shalarga ham даже topshirsangiz bo'ladi. O'shaning uchun konsultatsiyaga kelsangiz, men sizga yana ham anaqa ko'rib chiqardim, чтобы четко сказать, конкретно сказать что-то. Хорошо? Chunki boks bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lishingizni o'zini momentlari bor. Siz qachon olgansiz O'zbekiston chempionini? 8-sinfdanmi, 8-sinfdan oldinmi, 8-sinfdan keyinmi? Qanaqa birinchi o'rinni olgansiz? Qaysi davlatda olgansiz? Hamma narsa siz rol o'ynaydi. Хорошо? Opa efirni lentaga saqlab qo'ying debdilar. Albatta saqlayman, ko'rib chiqishingiz uchun. PhDga bormi grant? Sirojiddinowich, PhDga kirishni o'zi qiyin, lekin kirsangiz ular sizga shundoq ham pulni grant berishadi. O'shaning uchun PhD da grant bor. Faqat kirishga sizni shansingiz bormi, yo'qmi? Mana shu savol bor. Хорошо? Хочу к вам на консультацию, дебdilar. Спасибо большое. Будем вас ждать. Записывайтесь на консультацию. Я буду рада вас принимать у себя в кабинете. Вот. Я специально свое обеденное время выделила для вас, для того, чтобы с вами пообщаться, с вами поделиться со своей энергией. У меня такое сегодня спокойное настроение, чтобы поделиться своими данными, знаниями захотелось сегодня. Так, Гарвардga SAT'dan necha olish kerak? Garvardga SAT'dan kamida 1550 olishingiz kerak, lekin 1550 bu kirishingizga точно shans yaratib beradi degani emas. Bu ancha достаточно emas, afsuski. Tak, Kanadaga 10-sinf tugatayotganda kech qolmadimi? Tursunov, qachon boraylik? Kech qolmadi. Mana shu hafta registratsiyadan o'tib, konsultatsiyaga kelinglar, kech qolmadingiz. Bemalol ulgursangiz bo'ladi. Kanadaga topshirish jarayoni avgustdan boshlanadi, dekabrgacha davom etadi. 11-sinfni boshida boshlanadi. 11-sinfgacha qiladigan ishlaringiz ko'p. O'sha qiladigan ishlaringizga ulgurishingiz kerak. O'shaning uchun yanvardan qolmasdan konsultatsiyaga yozilishga ulguringlar. Azizlar, bugun sizlar bilan juda ham katta nima deydi? Men uchun katta bo'lgan объявление bilan bo'lishmoqchiman, e'lon bilan bo'lishmoqchiman. Bu e'lonim shundaki, biz studentlar bilan offline mitinglarimizni yana boshlamoqchimiz. Men sentyabrdan beri offline mitinglar qilmay qo'ygan edim, lekin mana o'shimizga katta mana studentlarim, har yilgi studentlarim offline mitinglarga kelib, workshoplarda qatnashadi, kursimdan foydalanishadi va o'sha kursda hamma informatsiya bilan bo'lishaman. O'tda отдельный kurs bo'ladi va o'sha kursda men bilan jonli men bilan gaplashishingiz mumkin. Offline darsda har hafta 2 oy davomida siz bilan har hafta siz bilan ketma-ket yakshanba kunlari siz bilan o'zimizning workshoplarimiz bo'ladi va o'sha workshoplarda siz bilan hamma informatsiyalar bilan bo'lishaman, hamma sekretlar bilan bo'lishaman. Workshopda studentlarim bir-biri bilan komandada ishlashadi, bir-biri bilan tanishishadi, proyektlarni ustida ishlashadi va bu juda ham katta imkoniyat studentlar uchun. Agar kursga yozilmoqchi bo'lsanglar, bemalol direktimga yozinglar va direktda biz siz bilan полный informatsiya bilan bo'lishamiz. Bizani yangi Scholarship Bootcamp 2025 kursimizga
dostуp ochiladi. Kursni men ko'pincha keysda rus tilida olib boraman. Kim rus tilida gapirmasa, zapisda o'zbek tilida ham uni yozamiz. Lekin offline workshoplarim ko'proq rus tilida bo'lib o'tadi yoki ingliz tilida men ularga tushuntiraman, chunki studentlarimning ko'pi o'zbek tilida emas, rus tilida men bilan gaplashishadi. Ko'pchiligi rus sinflaridan kelishadi, afsuski, yoki omadligimdan fortunately or unfortunately deydi-yu. O'shaning uchun agar sizga rus tili qiyin bo'lmasa yoki yo'q rus tili qiyin bo'lmasa ham baribir o'rganaman, men sizni informatsiyalaringizni, bilimlaringizni o'rganmoqchiman desangiz, bemalol kursga yozilishingiz mumkin. Kursda ham magistratura, ham bakalavriatga tegishli informatsiyalar bilan bo'lishamiz. 40 ta juda ham ko'p video darsliklar bo'ladi va 8 ta kamida offline workshoplar bo'ladi. Bu juda ham katta ob'yomli kurs bo'ladi. Boshdan oxirigacha butun Amerikaning top universitetlariga kirish bo'yicha eng foydali dalillar bilan bo'lishamiz. Okay? Tak, yana savollaringizga qaytib kelamiz. Kelajakda top universitetlarda o'qishga imtiyoz bo'lishi uchun 10 yosh bolaga maslahatlaringiz. Shahrina yozibdilar. Meni farzandim hozir 4 yosh. Men uni 2 yoshdan beri topovoy universitetlarga tayyorlayapman va topovoy universitetlarga hozirdan kitob o'qishni o'rgatyapman. 3 yoshli o'g'lim уже hozirdan alfabet o'qishni biladilar ingliz tilida. Ingliz tilini уже men bilan tengma-teng gaplashadilar. Уже 3 ta tilda men bilan xohlasam o'zbek tilida, xohlasam rus tilida, xohlasam ingliz tilida menga tengma-teng javob qaytara oladilar. O'shaning ham Shahrina xohlardim siz ham hozirdan tilni o'rgatish, tilni shunaqa o'rgatish kerakki, bu narsa natural chiqish kerak, ya'ni tabiiy chiqish kerak. Biz sложности qiynalmasdan, chunki yosh bolalar juda ham nima deydi, как gubkada informatsiyani qabul qilishadi. Ayniqsa 1 yoshligida, 2 yoshligida siz nima tilda gapirsangiz, shu tilda sizni tushunishadi. Uning uchun ota-onalar birinchi o'rinda ularga ideal bo'lish kerak, ya'ni primer bo'lish kerak. Agar siz kitob o'qisangiz, ular ham kitob o'qiydi. Men shanba kunlari kitob o'qib yotgan paytimda men ham o'qiydi, meni yonimga keladi. Hatto harflarni tanimaydi, hali o'qishni bilmaydi-da. Lekin men ham o'qiydi, yonimga bunday qilib tiqilib olib keladi. Lekin bunaqa risункli уже kitoblarni hozirdan o'qiydi meni o'g'lim. O'shaning uchun mana Telegram kanalimda kirsangiz, Telegram kanalimda men bo'lishganman qanaqa alfabetlarni yodlayotganini, qanaqa kitoblarni o'qiyotganimizni ko'rsatganman. Bu kichkinalikdan tayyorlash deyiladi. Top universitetlarga Amerikada tug'ilgandan tayyorlashni boshlashadi, ishonasizlarmi? Tug'ilgandan maktab qidirishadi. Tug'ilgandan to'g'ri maktab tanlab, o'sha to'g'ri maktab orqali top universitetga tayyorgarlik ko'rishni boshlashadi studentlar bilan, o'sha kichkina bolachalar bilan, ishonasizmi? Ota-ona shunchalik kichkinaligidan bolalarni shunaqa tarbiya qilishadi, shunaqa muhitda o'stirishadiki, o'sha top universitetda o'qish ular uchun qiyin bo'lmasligi uchun. O'shaning uchun 11-sinfda tayyorgarlik ko'rishni boshlash afsuski juda ham katta xato. Agar siz Garvardga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, MIT ga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, o'shaning uchun ham harakat qiling hozirdan tayyorgarlik ko'rishga. Viloyatdagi 10-sinfda qanday sizda o'qisa bo'ladi, yo onlayn ham xizmat bormi? Bekmirzayeva, ha, bizning xizmatlarimiz полностью onlayn. Viloyatlik studentlarimiz juda ham ko'p, viloyatdan tashqari Rossiyadan studentlarimiz bor, Koreyadan studentlarimiz bor, Amerikadan studentlarimiz bor. Ular bilan hammasi bilan onlayn tarzda ishlaymiz, offline tarzda emas. O'shaning uchun ham harakat qiling, iltimos. Konsultatsiyaga yozilib, onlayn konsultatsiyamiz bilan o'tkaza olaman yoki ofisga kelishingiz mumkin Toshkentda yoki onlayn gaplashishimiz mumkin. Konsultatsiyada biz har doim ota-onalar bilan studentlarni qabul qilamiz. Ota-onalarning o'zi kirishi yoki studentlarning o'zini kirishi ham noto'g'ri deb hisoblayman. O'shaning uchun ayniqsa bakalavriatga tayyorgarlik ko'rayotgan studentlarni ota-onasiz kirishiga ruxsat bermaymiz, chunki ota-onalar birinchi o'rinda bizani eshitishlari kerak. Ota-onalarning roli juda ham katta universitetlarga tayyorgarlik ko'rayotganda. O'shaning uchun harakat qilinglar. Ota-onalar agar meni eshitayotgan bo'lsa, shu atrofda harakat qilinglar. Biz bilan ertaroq konsultatsiyaga yozilishga va ertaroq mana shu bizning xizmatlarimizdan foydalanishga. 10-sinf intermediate darajasida men konsultatsiyaga borsam bo'ladimi, universitetga tayyorgarlik ko'rmoqchiman. Ha, albatta 10-sinfda biz ingliz tili darajasiga qarab qabul qilmaymiz. Ingliz
tili darajangizni vaqtini men o'zim beraman. Mana shu vaqtgacha menga mana shu darajani qilib bering deb aytaman. Ingliz tili ideal bo'lishi shart emas kelganingizda. Yoki IELTS bilan kelishi shart emas demoqchiman. Magistraturaga ham grant olsa bo'ladimi? Albatta, grant olsa bo'ladi magistraturaga ham. Biz to'liq grantlar ham yutganmiz, graduate assistantship programda yutganmiz, Elortumidan grantlar yutganmiz, to'liq grantlar yutganmiz, 50%, 60%, 70% grantlar yutganmiz. Hamma narsa sizga bog'liq. Nodir aytdilar, adashmasam biroz oldin top universitetiga vaqtida topshirsangiz 2 oyda javobi chiqadi deb aytdingiz. Men top universitetiga kirgan o'zbek studentlarni intervyuini ko'rganimda ular javob 5-6 oy deb aytishgandi. Yo'q, unaqa emas Nodir. Topshirganingizdan keyin rovno 8 haftadan keyin javob berishadi. Men даже so'zlar bilan, даже primerlar bilan aytishim mumkin. Ularni noto'g'ri eshitgansiz yoki noto'g'ri tushungansiz ularni javoblarini, ularni aytganlarini. Ya'ni, masalan, deadline'lar dekabr 15-sida bo'lsa yoki yanvarning 15-sida bo'lsa, hozirgi mana topshirgan studentlarim javoblari aprel 15-sida chiqadi. Mana Harvard, Princeton hamma UPenn universitetlarining javoblari aprel 15-larida chiqadi. Aprel oxirigacha chiqishi mumkin. 1-maygacha bo'lgan muddatda ular universitetlarning javoblarini sekin chiqarishni boshlaydi. Ba'zi universitetlar undan ham даже tezroq javob berishi mumkin. Unaqa qiyin bo'lmagan universitetlar 8 haftada kutib o'tirmaydi, 2 haftada ham javob berish mumkin. Ba'zi meni studentlarimni yarmidan ko'pi уже yarim universitetlarning javoblarini olib bo'lishdi. Ko'pchiligi уже universitetlarga kirib bo'lishdi. Kamida bitta-ikkita уже universitetlarga kirib bo'lishdi ko'pchiligi. Просто eng qiyin topovoy universitetlarning javobini kutib olamiz. Agar ularga kirishmagan bo'lsa, keyin qaytib kelib mana bu osonroq universitetlarni o'qishda davom ettirishadi. O'shaning uchun ham biz siz bilan 20 ta universitetga topshiramiz bakalavriatda. Okay? Mana masalan, early actionga topshirgan bo'lsangiz, u noyabr 1-deadline. 1-noyabrdan siz dekabr 15-siga javobini kutasiz уже. Ulardan javoblari tezroq chiqadi даже. O'shaning uchun 5-6 oy kutsangiz, vizaga ulgurmaysiz. Это как это? Это absurd просто, noto'g'ri tushungansiz. Diorbek so'rayaptilar. Assalomu alaykum. Germaniyaga blokshot qancha hozir o'qish bo'yicha oldindan rahmat. Diorbek, agar siz universitetga tekin o'qishga kirgan bo'lsangiz, faqat tuition fees bo'lsa 12,000 evroni o'zi yetarli. No, shtatga bog'liq, universitetga bog'liq, qanchalik siz kontraktga yoki kontraktga emas kirgansiz, shunga ham bog'liq. Konsultatsiyaga qanday yozilsa bo'ladi? Mana direktimga yozing, direktga yozsangiz, men sizga hamma savollaringizga javob beraman, konsultatsiyaga silkani jo'nataman. Nodir aytyaptilar, sentyabrda early actionga topshirsangiz, mart oylarida javob chiqadi deb eshitdik. Yo'q, unaqa emas. Agar imенно early actionga topshirgan bo'lsangiz, noyabr 1 bo'ladi deadline. Noyabrdan to dekabr 15-siga ular qarab chiqishadi. Dekabr 30-sigacha уже точно уже sizni hamma javoblaringiz bo'ladi qo'lingizda. Universitetga ham bog'liq. Chunki hamma universitetda ham early action yo'q. Hamma universitetda ham early decision yo'q. Ba'zi universitetlar regular deadline уже dekabr 15-siga qilib qo'yishgan. Yoki bir marta qabul qilishadi yoki ikki marta qabul qilishadi. Ba'zi universitetlar 3 marta qabul qilishadi. Universitetga juda ham ko'p narsa bog'liq. Magistraturaga Angliyaga medga kirish uchun nima qilish kerak? Mohigul magistraturaga Angliyaga medga kirish uchun iltimos konsultatsiyamga yozing. Men sizga yo'nalishingiz bo'yicha полностью davlatga qarab men sizga yo'nalish beraman. Okay. Sharofiddin aka, assalomu alaykum Tursunoshimiz. O'g'limni yuborsam bo'ladimi? Adres yoki lokatsiya bering. Direktdan yozsangiz, men administratorimni Telegram kanallarini bo'lishaman, bemalol konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. O'sha yerda konsultatsiyaga yozilganingizdan keyin adresni ham, lokatsiyani ham tashlab berishadi. Telegram orqali. Assalomu alaykum. Mana 8-sinfda o'qiydigan o'g'lim sizni oldingizga borsa bo'ladimi? O'qib tayyorlashga o'g'lim rus sinfda o'qiydi. Конечно, bemalol Farhod aka yoziling konsultatsiyaga, men bemalol xursand bo'laman sizga yordam berishga. Faqat konsultatsiyaga o'zingiz ham kelishingiz shart. Ota-onalarsiz qabul qilmaymiz 8-sinf studentlarni. Обязательно bakalavriatga kirayotgan studentlarimizni kamida ikkita ota-onasi bilan kelish shart kamida. Okay? Ikkita ota-ona ham eshitish kerak bizda. Bizda o'shaning uchun konsultatsiyamizni mana joylarimizni ko'ryapsizmi? Katta joylarimizni. Oilaviy kelishadi mana. Mana joylarimiz.
oilaviy kelishadi, 2-3 farzandlari bilan kelishadi, viloyatlardan kelishadi, Andijondan turib kelishgan studentlarim bor, yo'ldan turib mana перевалdan o'tib сразу mana ikkidagi konsultatsiyamga yozilib kelishgan studentlarim bor. Ota-onalari kelib gaplashib mendan informatsiyalarni olib ketishadi yoki onlayn o'tirishadi. Ko'pchiligi просто bizani o'zbekchiligimizda onlaynni juda ham yaxshi ko'rishmaydi, nimagadir onlayn gapirishdan meni sezishmasa kerak deb o'ylayman-da. O'shaning uchun prям offlayn uzoqdan ovora bo'lib kelishadi. Hatto xuddi shu narsani onlayndan qilsak bo'ladi. Bir xil informatsiya beraman, bir xil men energiya tratib qilaman, unisida ham bunisida ham. Так что xohlasangiz onlayn viloyatdan bo'lsangiz, xohlasangiz offlayn bemalol yozilsangiz bo'ladi. No ota-onalar bilan kelish shart. Так. Farhod aka, bizani biznes sentrimizni, ofisimizni platform biznes sentrida joylashgan. No, konkretni kunini, soatini belgilab, запись qilib, keyin kelishingiz mumkin. Biz запись не принимаем, к сожалению. Vizaga yordam berasizmi? Ha, albatta, viza bo'yicha alohida uslugimiz bor yoki to'liq mentalik xizmatimizda bor bo'lsangiz, уже viza xizmatlarimizda уже hamma narsa включённый bo'ladi. Okey. Mahliyo GPA 63% da'vatlar qabul qiladi, magistraturaga ham qabul qilishadi. Bemalol qabul qilishadi. Okey. Men tugataman devoman, lekin hech ham tugata olmayapman, to'g'risi. Savollar ko'payib ketyapti. Xitoy, Koreya universitetlariga ham topshirsa bo'ladimi? Yo'q, Xitoy bilan, Koreya bilan afsuski hozir ishlamayapmiz. Yevropa, Amerika, Angliya, Germaniya, Italiya, Yaponiya bilan ishlaymiz, kстати. Yaponiyaga yordam berishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Birinchi kurs o'qiyotganlar ikkinchi kursni chet elga ko'chirsa bo'ladimi? Siz magistraturadanmisiz yoki bakalavriatdanmisiz? Shunga qarab men javob bera olaman. Так, assalomu alaykum. PhD Amerikaga qaysi universitetlarga topshirsa bo'ladi? Political Science and International Relations fakultetiga magistraga o'qiyman. Так, S. Tulanova yozibdilar. Juda ham zo'r направление sizda. Universitetlarni men spiskini только уже на полном сопровождении qilib bera olaman, sizni danalaringizga qarab. PhDga bemalol topshirishingiz mumkin, faqat meni talablarim naskолько sizda bor yoki yo'q, o'shani konsultatsiyada ayta olaman. Хорошо, agar o'sha talablarim ustida ishlay olsangiz, bemalol мы вам можем помочь с PhD. Okey, hammaga rahmat kattakon. Oxirigacha eshitganingiz uchun, hamma aktiv bo'lgani uchun, savollaringizga hammasiga javob berganimdan xursand bo'ldim. Rahmat kattakon. Shunchalik iliq fikrlaringizni eshitib men juda ham xursand bo'ldim. Men hammanglarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Aktiv bo'lganlaringizdan undan ham xursand bo'ldim. Men sizlar bilan o'zimni mehrim bilan, e'tiborim bilan bo'lishganimdan juda ham xursand bo'ldim. Rahmat kattakon hammaga. Efirni saqlab qo'yaman. Savollarga bemalol javob olishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, kunlaringiz yaxshi o'tsin.